100 ming rubl qarz bilan Facebook taqib qo'yib qo'ygan bo'lsa uchib keta oladimi? Aynan ana shu tamoshli kontroldan o'tib ketsa bo'ladimi? Facebookdan taqib bor ekan, lekin aviabilet olib qo'yibdi. Va bu insonga sraz ogohlantirdim, aka uchib keta olmaysiz, hozirdan o'sha sharoitingizni qiling-da, to'lashga harakat qiling. Sababi do'stlar, 100 mingmi, 200 mingmi, 300 ming bo'lib ketgan bo'lsa, sudga oshirib yuborgan bo'lsa, mana shu email tamoshli kontroldan mana shu yerda hamma narsa hal bo'ladi. Sizlarni qaytarib qo'lingizga akt berib chiqarib yuboradi, ya'ni. Ayollar ko'ryapman, guvoh bo'lyapman. Kimlardir 10 ming qarz bo'lib turib, uchib keta olmayapti, aynan shu yerda tamoshli kontrollar qaytaryapti. Kelinglar, bugundan boshlab sizlar bizning aviakassadan bilet olgan insonlar qarzi bo'lsa agar ko'ngil to'q bo'lishi uchun Facebookdan taqib bormi, yo'qmi, sizlarga addushi besplatniy proverka qilib chiqaramizda, keyin sizlarga aviabilet yozib beramiz. Mana shu pasport kontroldan qaytib chiqsanglar, sizlarga aviakompaniya 1 so'm pul qaytarib bermaydi va eng minus tarafi srochniy hozir to'layman bankomatga borib va uchib ketaman, yangi bilet olaman degan insonlar, bu juda ham katta xato. Bu 3 kundan to 7 kungacha to'lagan kuningizdan boshlab o'chiriladi, nomingizdan, ya'ni Facebookdan chiqadi. Shuning uchun akalar, opalar, akalar qo'rqmasdan bosaveringlar. Sizlarga plus bo'ladi. Sizlar shu layklar orqali kimgadir savolga javob bo'ladi yoki manfaatli videoga ega bo'lamiz. Sog' bo'linglar.